turistlarning oqimi yil sayin, kun sayin ko'payib boryapti. Ayniqsa yurtimiz jamoliga o'zgacha bir husn tarovat bag'ishlaydigan Samarqandni aytmaysizmi? O sayqali zamin deya ta'rif beriladigan aynan mana shu hududimiz chindan ham butun dunyoga mashhur. Va e'tibor beringki, bugun Samarqandda nafaqat tarixiy obidalar sayyohlarning e'tiborini o'ziga jalb etyapti, balki yangi zamonaviy bunyodkorlik ishlari, binolar yoki bo'lmasam yaqindagina foydalanishga topshirilgan ochilish marosimi bo'lib o'tgan Imom Buxoriy majmuasi alohida bir mavzu. Albatta, bu ana shu yurtimizdagi tinchlikdan, islohotlardan deya bemalol aytsak bo'ladi. Navro'z ayyomi albatta har bitta qalbga kirib borganiday u yerdagi bayramlar uchun maxsus mana shunday go'zal majmualarni ochilishi, foydalanishga topshirilishi yana bir bora dunyoni O'zbekistonga e'tiborini qaratdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Keling, aynan Samarqand viloyatida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, yangilanishlar jarayoni haqida ham muxbirimizni o'ziga xos fikrlarini birgalikda tomosha qilsak. Ha, demak, Samarqanddan jonli bog'lanish bor. Aziz do'stlar, eslatib o'tamiz, 22-mart mahalla tizimi xodimlari kuni va sana munosabati bilan biz hududlardan jonli bog'lanishlarni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Hozir Samarqand bilan bog'lanamiz. Marhamat, siz efirdasiz. Samarqand viloyati haqida so'z yuritadigan bo'lsak, bugun viloyatda 1063 ta mahalla bor. Ularning 49 tasi Bulung'ur tumani hududiga to'g'ri keladi. Biz ayni vaqtda Fozil Yo'ldosh mahallasidamiz. Ushbu mahallada bugun juda katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Batafsil ma'lumotlarni olish uchun mahalla raisi Zohid Urunovga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum. Qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Bayramlar bilan sizlar uchun qalbimizdan muborak o'tamiz. Bizning mahallamiz Bulung'ur markaziga, bizning tumanimizning markaziga 16 kilometr masofada joylashgan. Aholimiz 7175 ta aholimiz va 1338 ta xonadonlarimizdan iborat. Albatta bu yil bilan prezidentimiz tomonidan juda bizga bir omadli yil bo'ldi desak ham bo'ladi. Aynan mahallalar uchun, ya'niki mahallani rivojlantirish va jamiyat yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Bu biz uchun juda ham katta faxrli, juda ham katta o'zgarishlarga olib keladigan bir yil bo'ldi. Mana yilning boshidanoq aholimizni aholi va qishloq xo'jaligi xatlovni o'tkazdi. Aholimiz juda ham ko'tarinki kayfiyatda xursandchilik bilan kutib o'tkazdik. O'zlari faol bo'lib onlayn, bizda 80% aholimiz faol bo'lib onlayn o'tdi. Bu bizning YouTube'imiz ham bo'ldi. Odamlarimiz juda ham xursand bo'ldi. Biz chiroyli qilib 100% qilib aholimizni xatlovda o'tkazdik. Mana bizda mahallamizda mahalla hududimizda chiroyli qilib mahalla xodimlari ishlashini bizga chiroyli zamonaviy shakldagi mahalla binosi bunyod etilgan. Ko'rib turibsizlar, atrofimizda chiroyli maskan paydo bo'ldi. Mahalla binomizda qulayliklar yaratilgan eng so'nggi rusumdagi kompyuter jihozlari bilan, eng so'nggi modeldagi kompyuter jihozlari bilan va qolaversa IT markazimiz ham tashkil qilindi. Mahallaning yuzida yoshlarimizni hozirda 50 dan ziyod yoshlarimiz IT yo'nalishi bo'yicha hozirda to'garaklarda qatnashib kelyapti. Mana kutubxonamiz bor mahallamiz binosida. Albatta bizda yoshlarimizga bo'lgan e'tibor juda ham. Mana bayramona kunda kayfiyatda sizlar bilan uchrashib nasib qildi. Bugun mana mahallamizda juda katta bayram. Ya'ni Navro'z ayyom sumalak saylini tashkil qilamiz. Aholimiz juda ham xursand, kayfiyatlari choq, mana bayramona kayfiyatda boshlayapmiz. Ham bugun aynan mahalla kuni 22-mart mahalla kuni belgilanganligi juda ham xursand kunlarda nishonlab kelmoqdamiz. Albatta bizning mahallamizda infratuzilmamiz asosan driverimiz pomidorchilikka asoslashganmiz. Aholimiz pomidor dehqonchilik qilamiz, dehqonchilik asosan driverimiz pomidor yetishtiramiz. Mana bu borada aholimizda juda pomidorga bo'lgan o'sha qoqi mahsulotini yetishtirib eksportni yo'lga qo'yganmiz mahallada. Undan tashqari mana mahallamizda bir qator tashkilotlar, ya'ni ki 4 ta maktabimiz, 2 ta bog'chamiz va yakka tartibdagi, ya'ni uy bog'chalarimiz bor, 7 ta undan tashqari.
va uy muzeyimiz bor. Hozir Yo'ldosh bobomizni, Faxri bobomizni uy muzeyi, madaniyat binomiz zamonaviy qilib, yaqinda chiroyli qilib tadbirlarda ishtirok etib kelyapti. Bizda o'sha chavq ansambli, folklorik ansambllarimiz, shu baxshi san'at, baxshichilik san'atimiz bizda juda yuksak amfiteatrimiz tashkil qilingan. Hozir bilan bayram nishonlanayotgan joyimiz juda kattagina, chiroyli, zamonaviy qilib amfiteatr tashkil qilindi. Albatta bizni xalqimizni xursandchiligi chek-chegarasiz. Rahmat deymiz. Bayram muborak bo'lsin deymiz. Qadrli teletomoshabinlar, mahalla haqida yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni mahallada aynan bir mahalla, bir mahsulot tamoyili asosida bugun pomidorchilik rivojlantirilmoqda. Aholi har bitta xonadonida aynan pomidor yetishtiradi va 2 yildirki mahallada juda katta pomidor sayllari ham o'tkazib kelinmoqda. Mahallaning aynan tadbirkorligi, bandligi borasidagi batafsil ma'lumotlarni olish uchun hokim yordamchisiga murojaat qilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat, barchaga bayram muborak bo'lsin. Bugungi mahalla hayoti haqida to'xtalsangiz, aholini bir tadbirkorlikka jalb etish, kambag'allikdan chiqarish borasida qanday ishlar qilinyapti? Mana bugun yurtimizda Navro'z bayrami va ulug' ayyomimiz Hayit bayramlari shukuhi hamon o'z shukuhini surtirmoqda. Ko'rganingizdek, mahallamizda ham bunday bayram nishonlanmoqda. Bu bejizga emas, bu hammasi avvalambor yurtimizning tinchligi, osoyishtalik hukm surishida shunday bayramlar yarashadi. Mahallamizga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, mahallamizning asosiy drayveri demak dehqonchilik, ya'ni pomidor yetishtirish, xizmat ko'rsatish sohalari rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda bu bejizga emas, avvaldan demak aholimiz pomidor yetishtirish bilan shug'ullangan. Buni rivojlantirish uchun bizlar demak Yangi yo'l Agrostar firmasi bilan birgalikda pomidorni birlamchi ishlov berish, bundan tashqari yana mahallamiz hududida pomidor bozorini tashkil qildik. Mana respublikamizning barcha hududlariga ushbu pomidor bozorimizdan tayyor mahsulot yetkazib berishni yo'lga qo'yganmiz. Buni natijasida yoshlarimiz, ishsiz fuqarolarimiz o'z bandligini ta'minladilar. Bundan tashqari hozirgi kunda yana yangi yo'nalishlardan biri bo'lgan parrandachilik, ya'ni parrandachilikning go'sht yo'nalishidagi yo'nalishini yo'lga qo'ymoqdamiz. Bunga bizni asosiy hamkorimiz Samarqand Navobod naslli parranda fermer xo'jaligi bilan o'tgan yili eksperiment tariqasida bu ishni amalga oshirdik. Yaxshi natija berdi bu. Bunda asosiy xarajatlar barchasi ushbu tadbirkor tomonidan bo'ladi. Faqat mehnati evaziga fuqarolarimiz daromadga ega bo'lishadi. Bu ham yangi yo'nalishlarimizdan biri. Bundan tashqari yana tadbirkorlikni rivojlantirish uchun mahallamizni markazidan Jizzax viloyati Baxmal tumaniga o'tib ketuvchi asosiy yo'l yoqasida joylashgan xonadonlarimizda tadbirkorlikni rivojlantirishni yo'lga qo'ymoqdamiz. Bu yerda asosan demak xizmat ko'rsatish sohasi, savdo, tikuvchilik, sartaroshlik yo'nalishlari, umuman aholiga xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda tadbirkorligimiz aholi o'rtasida yaxshi rivojlanish, yaxshi natijalarga erishmoqdamiz. Buning barchasi demak hurmatli yurtboshimiz prezidentimizning 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish deb nom berganidan kelib chiqib, demak barcha harakatlarimizni shu yo'nalishda olib bormoqdamiz. Mahallani rivojlantiramiz va jamiyatni yuksaltirish bo'yicha barcha xizmatlarini jalb qilamiz. Rahmat deymiz. Qadrli teletomoshabinlar, suhbatdoshimiz mahallaning hokim yordamchisi Ilyos Muratov bo'ldilar. Albatta, joriy yil mahalla tizimi xodimlari umuman mahalla aholisi uchun juda katta yangiliklar yili bo'lyapti. Ya'ni 2026-yil mahallani rivojlantirish va
jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Joriy yil avvalida davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ham aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish masalalari ko'rib chiqildi va bu borada yangi topshiriqlar belgilandi. Shuningdek, fevral oyida davlat dasturi tasdiqlandi. Joriy yilda amalga oshiriladigan ishlar belgilab berildi. O'tgan haftada esa davlatimiz rahbari Samarqandga tashrif buyurdi va o'tkazilgan yig'ilishda ham Samarqand viloyati uchun muhim yangiliklar amalga oshirildi. Fozil Yo'ldosh mahallasiga qaytadigan bo'lsak, mahallada aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida ham muhim ishlar amalga oshirilyapti. Ijtimoiy xodimni suhbatga tortishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirsangiz, ism familiyangiz? Men Hazrat Qulboy Chepon Muxtarna, Fozil Yo'ldosh mahallasi ijtimoiy xodim lavozimida ishlab kelmoqdaman. 2024-yil dekabr oyidan beri bu lavozimda 12 ta toifadagi ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga ijtimoiy xizmat va yordamlar ko'rsatish bo'yicha ishlab, ularning ijtimoiylashuvini ta'minlash maqsadida amaliy yordamlar ko'rsatib kelmoqdamiz. Bu tizimda joriy etilganidan, bu tizim qo'yilganda ijtimoiy xodim lavozimi mahallalarga qo'yilgani men juda ham xursandman. Chunki ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamdagi aholi a'zolariga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatib, ularning ijtimoiylashuvini ta'minlash har bir xodimning o'z kayfiyatini ko'tarib, ishlash qobiliyatini yanada yuksaltiradi. Yaqinda muborak ro'za Ramazon oyi munosabati bilan ehtiyojmand oilalarga davlatimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 67-sonli qarori qabul qilindi. Shu qarorga asosan ehtiyojmand oilalarga, davlat ta'minotidagi oilalarga 1 million so'mdan, reyestrda kambag'allik reyestrida, ya'ni ijtimoiy reyestrda turgan oilalarga 500 ming so'mdan yordam pullari ajratildi. Undan tashqari mana bu ro'za Ramazon oyi munosabati bilan aholimizning ehtiyojmand qatlami, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj oila a'zolariga Saxovat ko'mak jamg'armasi hisobidan oziq-ovqat mahsulotlari, undan tashqari kiyim-kechaklar ajratilishda amaliy yordamlar ko'rsatib kelmoqdamiz. Undan tashqari yakka yolg'izlarimiz bor. Yakka yolg'iz qolgan fuqarolarimizdan yolg'izlar ro'yxatiga olinmoqda. Nogironligi bor fuqarolarimizga reabilitatsiya mahsulotlari ajratib kelmoqdamiz. Undan tashqari ularning sog'lomlashtirib ishlash qobiliyati tiklangandan so'ng kambag'allikdan chiqarish, ya'ni ularning ijtimoiylashuvi ta'minlanib, ish joylariga joylashtirilmoqda. Hokim yordamchisi bilan birgalikda ijtimoiy himoyaga muhtoj har bir qatlamdagi fuqaroga har qanday yo'nalishi bo'yicha ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, undan tashqari ota-onasi chetga ketib vasiylikda qolgan bolalarga ham o'z ijtimoiy xizmatlarimizni ko'rsatib kelmoqdamiz. Ota-onasi vafot etib kimningdir vasiyligida, homiyligida qolgan bolalarga mehr daftarlardan kiyim-kechaklar, oziq-ovqatlar ajratilmoqda. Bundan tashqari o'sha toifadagi bolalarga o'qishlariga imtiyozlar, o'qishlari uchun kontrakt pullari to'lab berilmoqda. Kambag'allik reyestrida turgan oilalarning farzandlarini kasb-hunarga o'qitish, shular bilan ishlab kelmoqdamiz. Men shu sohada ishlayotgandan juda ham xursandman. Mana shu ro'za Ramazon, Navro'z oylarida o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga shunday yordamlar ko'rsatayotganimizdan juda ham xursandman. Birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat aytaman. Shunday qaror farmonlar chiqarib, ushbu fuqarolarning ijtimoiylashuvi, ya'ni ular jamiyatda o'zini har o'z o'rnini topishida juda ham katta turtki bo'lmoqda har bir chiqargan qaror farmonlari. Rahmat deymiz sizga, charchamang. Qadrli teletomoshabinlar, darvoqe mana shunday mahallada muhim o'zgarishlar bugun mahallada Navro'z olam ham keng nishonlanyapti. Sumalak sayillari tashkil etilgan sayil tarzida o'tkazilyapti. Hozir xotin-qizlar faolini suhbatga tortaman. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz? Assalomu alaykum. Men Fozil Yo'ldosh mahallasi xotin-qizlar faoli Toshima marhaba azamunda bo'laman. Mana mahallamizda bugun Sumalak sayili Navro'z bayrami. Yaqindagina Hayit bayramini nishonlagan edik, milliy bayramiz. Shuning uchun mahallamizda bugun qo'shaloq bayramga atab qo'shaloq qo'sh qozonda sumalaklar osdik. Yurtimiz, xalqimiz
hammasi xursand. Mana bu yurtboshimizdan yaratilayotgan barcha imkoniyatlardan foydalangan holda xalqni rozi qilish maqsadimiz bizning aslida. Mana shu maqsadlarimiz yo'lida uyushtirayotgan bugungi saylimizdan mana mahallamiz fuqarolari, yoshi qarisi, nuroniylari hammasi juda ham xursand. Mana bu saylimizdan mazza qilishib xush kelibsizlar. Rahmat deymiz. Qadrli teletomoshabinlar, Samarqand viloyatidagi mahallalarda ana shunday kayfiyat hukmron. Yana bir quvonchli xabar, 19-martdagi prezident farmoniga ko'ra mahalla tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlar davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Bu xushxabar ham ko'pchilikni quvontirdi. Umuman olganda mana shunday yangilanishlar, o'zgarishlar bo'layotgan bahor faslida barchangizga qo'shaloq ayyomlar muborak bo'lsin deb qolamiz.